Bugungi aziz qaynonamni sochini bo'yab qo'ydim. Qaynonam har oy sochlarini bir martadan bo'yaydilar. Oldinlari faqat qizil rangga bo'yardilar, hozir esa faqatgina jigar rangga bo'yayaptilar. Chunki salonga borganlarida qizil rang o'sha modadan chiqqan, jigar rangga bo'yasang senga ko'proq yarashadi deb aytishgan ekan. Даже qanaqa kraska ishlatishni ham o'sha salondagi ayol maslahat bergan. Menga Koreyani salonchilari juda ham yoqadi, juda ham samimiy. Har safar salonga borganimizda salonchi ayol qanaqa shampun ishlatish kerakligini va qanaqa kraskalardan foydalansa zararsizligini maslahat beradi. Koreyaning ko'plab salonlarida pul topishni emas, klientni ko'proq o'ylashadi. Bugun hayotimda birinchi marta boshqa odamni sochini bo'yab qo'yishim. Qaynonam har oy sochlarini bo'yaganlarida mendan umuman yordam so'ramaydilar. Nimaga mendan yordam so'ramaysiz deb bugun so'ragandim. Chunki bu ish qiyin, qiynalasan, qo'ling og'rib ketadi, shuning uchun o'zim qilaman senga aytmasdan deb aytdilar. Shuning uchun ta'sirlanib, dashi qilib ko'rmagan ishimni ham qilishga tushib ketdim. Qaynonam 72-yillar, lekin haligacha sochlari qalin va sog'lom. Ozgina oq sochlar paydo bo'lgani uchun shunaqa sochlarini bo'yab yuradilar. Sochlarini orqa tomonini bo'yab berdim, endi oldi tomonlarini o'zlari bo'yayman deb kirib ketdilar. Qaynonam soch bo'yaganda har safar qoshlarini ham birga bo'yaydilar va albatta meni qoshimni ham bo'yab qo'yadilar. Lekin meni qoshim rangi sochimdaqa tabiiy jigar rang. Agar O'zbekistonga ham xuddi shunaqa kraskalarni olib chiqib sotayotgan bo'lishsa, sizlarga shu kraskani ishlatishingizni maslahat beraman. Hididan umuman kraskani hidi kelmaydi va bir oy davomida kraskani rangi o'chmaydi.